Assalomu alaykum Samarqand. Assalomu alaykum Urgut. Chiqishimga ishonaylik. Umid bo'lganman. Umid bo'lgan. Shu narsalardan ko'ra go'sht o'pking deganman. Aytganman rost bo'lgan. Haqiqiy rost o'yin ekan, ishonch bor ekan, omad tilayman. Nima deysiz? Mana bugun Chag'izmon mahallasiga 29 ta Damas boryapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Buyursin, omad. Yana bu bardavom bo'lsin, bu yana yutuqlar ko'paysin. Juda ham xursandmiz. Har kimda baxt ekan. Shu niyat qilsa, ishonch bo'lsa, uta ekan. Sog' bo'lsin, niyat qilsin. Yo niyatim yo'q, o'zlariga nasib qilsin. Nega noto'g'ri tushunyapsiz? O'zingiz borsiz, yutsangiz deyapman. 29 ta Damas yutdilar. Sizlar ham yolg'onmi rostmi deb o'tirmanglar. Bosib jo'natinglar. Nechta mashina yutib olganlarini eshitdingizmi? Yetishmadimi sizga? Yo'q hali. 29 ta Damas kalt qarsinglar. Mana avtomobillarni ko'rib turibsizlar, asosiy qismi ko'chada qolib ketdi. Kimki o'ynasa yutadi. Chag'izmon ahliga ham rahmat. Hamma xursand, hamma tilak tiladi. Assalomu alaykum Samarqand. Assalomu alaykum Urgut. Muborak bo'lsin Urgut. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Omad shu ko'rsatuvni oldingi chempioni Farg'ona viloyati edi. Endi yangi rekordchimiz paydo bo'ldi. Samarqand Urgut chempion! Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi Samarqand viloyati Urgut tumani omad shouda avtomobil yutish bo'yicha juda ham faol, juda ham chempion hisoblanadi. To'g'ri aytyapsiz. Mana o'zini chempion ekanligini isbotladi. Tabriklaymiz. Bu yutuq sizlarning ham yutug'inglar. Sizlarga ham omad shouga borib mana shunday ko'plab avtomobillarni yutib kelishlik nasib etsin. Jalol akani taniysizlarmi? Hozir davramizga taklif qilamiz, o'zlari bilan chiroyli suhbat qilamiz. Aniq bilaman, sizlarda ham savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bu 29 ta Damasni Jalol aka qanaqa qilib yutib oldi? Qanaqa qilib biz ham mana shunday ko'plab avtomobillarni yutsak bo'lar ekan degan savol sizlarda ham paydo bo'lgan. Hozir Jalol akani o'zlarini taklif qilamiz, o'zlaridan so'rab aniqlashtirib olamiz. Jalol Hamroyev omad shu ko'rsatuvida birdaniga 29 ta Damas yutib olgan g'olibimiz qarsinglar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jalol aka yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Qalay kayfiyat? Yaxshi. Charchab qolmadingizmi? Nima charchayman? Mana qarang aka, o'zingiz ishonyapsizmi yo'qmi? 29 ta Damas yutib oldingiz. Bu sensatsiya. Tarixda bunaqasi bo'lmagan. Bunday bo'lmagan ekan. Nima deyishyapti? Tanib bilishlar, qarindoshlar kelyapti, savol beryapti. Ha, savol beryapti. Nima deyishyapti? Shu aniq o'tdingmi nima deb savol ham Ishonmayotganlar ham bor-a? ishonmayotganlar ham bor. Qani oranglarda bormi ishonmayotganlar? Hozir bular Damasni oladi deb ketaveradi Toshkentga deb o'ylab turganlar bormi? Bunaqalar yo'q-a. Shuning uchun ham Samarqandga, Urgutga ko'p avtomobil nasib qiladi. Xudo xolasa, sizlar bilan ham omad shouda ko'rishamiz. Sabab nimaga? Qayergadir avtomobil yutilsa omad shoudan o'sha yerga ketma-ket avtomobil yutilgan. Sizlarga uzoqqa bormaymiz, o'zingizlarning tumaninglardan bir misol keltiraman. Samarqandda, Urgutda Bahrin degan mahalla bor. Biladiganlar bormi? Hammanglar bilasizlar. Bahrinni o'ziga taxminan 1,5 oy ichida 5 ta xonadonga avtomobil topshirganman men o'zim. Ketma-ket 1,5 oy ichida 5 ta xonadonga. Bu degani deyarli har o'yinga Bahrindan ishtirokchi bordi degani. Bunga sabab nima? Sabab nima? Nima deb o'ylaysizlar? Bunga sabab o'sha yerdagi aholidagi ishonch, yashang. Sizlarda ishonch bormi? Xudo xolasa, demak, tez orada sizlar bilan ham omad shouda ko'rish nasib qiladi. Jalol aka, bu yerda turganlarda, bizni kuzatayotganlarning orasida savol tug'ilganlar bor. Jalol aka o'zi omad shouga chiqish uchun nima qildi deb so'rashayotganlar bor. Nima qildingiz omad shouga borish uchun? Omad shouga shu o'g'lim 4 dona stiker tayladi. 4 ta mahsulot xarid qilib, 8 ta SMS yubordinglar. 8 ta SMS jo'natdi. 8 ta SMSdan mana omad shouga 29 ta Damas o'tib keldi. 8 ta SMS bilan ham demak omad shouga borib, mana shunday ko'plab avtomobillar yutib olish mumkin ekan, to'g'rimi? Mumkin. Ko'pchilik aytadi, omad shouga chiqish uchun 100 talab, 200 talab, 5 talab, 500 talab, 1000 talab SMS yuborish kerak deb yurgan xayoldagilarimiz bor-da.
omad cho'ga chiqish uchun albatta 100-200 SMS yuborish kerakmi yo'qmi? Har kimda baxt aka. Shu niyat qilsa, ishonch bo'lsa, uta ekan. 2-3 ta mahsulot xarid qilib ham, demak, omad cho'ga borsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Mana, azizlar, sizlarga oddiy misol 4 dona mahsulot xarid qilganlar. Sizlarga ham maslahatimiz, bor yo'g'i 2000-3000, 4-5000 so'mga mahsulot xarid qilinglar. Baribir ro'zg'oringizga nimadir kerak. Hech bo'lmaganda bolalaringizni xursand qilish uchun nimadir olib kelasizlar, to'g'rimi? Homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan LC Jesco degan mahsulotlar bor. Ro'zg'orga kerakli mahsulotlar hammasi. Xarid qilinglar, ham ro'zg'oringlar to'ladi. Omadinglar kelsa, omad cho'ga borsanglar, bilasizlar, omad cho'da yutqizish yo'q. Bordingizmi, bitta avtomobil naqd yoki bo'lmasam Jalol akaga o'xshab mana shunday 20 talab, 30 talab avtomobil yutib olishinglar mumkin. Oringlarda SMS yuborganlar bormi? Ajab emas. Keyingi o'yinda yoki undan keyingi o'yinda sizlar bilan ko'rishib qolishimiz mumkin. Chunki Jalol aka ham mana 3 yildan beri omad cho'ni muxlisi ekanlar, tinimsiz SMS yuborib kelganlar, to'xtamaganlar. To'g'rimi aka? To'xtaganim. Tinimsiz yubordilar va omadlari bugungi kunga nasib qilgan ekan. Agar siz omadingiz bugun kelmagan bo'lsa, undan keyingi o'yinga siz omadingiz kutib turgan bo'lishi mumkin. Buni ham hech kim bilmaydi. Chunki Jalol aka ham 10 kun, 2 hafta oldin omad cho'ga borishlarini bilmaganlar. Yaxshi niyat qilganlar, sizlarga o'xshab SMS yuborib kelganlar va natijasini ko'rib turibsizlar. Birdaniga 29 ta damas. Jalol aka hozir milliarderga aylandilar. Qarsak chalib qo'yaylik. Yangi milliarderlarimiz paydo bo'ldi O'zbekistonda. Tabriklaymiz aka. Menga qarang, 29 ta damasa, buni uyingizga sig'dirsa bo'ladimi? Sig'adimi uyingizga? Bo'ladi. Sig'masa kerak. Bo'ladi. Sig'masa kerak ekan. Sig'adi. Joyini topasiz. Joyini topamiz, bor. Yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz aka? O'ynasin, yutsin, hammaga omad kulib boqsin. Omad cho'ga bordingiz, ko'rdingiz, ishonchlimi, haqqoniymi? Ishonchli, haqiqiy o'yin aka. Men shu barabanlarni aylantirib ko'rdim hammasini. Haqiqatan ham ishonchli narsa ekan. Tabriklaymiz. Mana 29 ta damas. 29 ta damas yutib olindi, azizlar. Jackpot yo'lagidagi avtomobil yutildi, kamayib qoldi yoki yo'q bo'lib qoldi degan xayol sizlarga kelmasin. Keyingi o'yinimizda bilasizlarmi, jackpot yo'lagimizda nechta avtomobil bor? Mana bular kalla onam. Keyingi o'yinda ishtirok etadigan ishtirokchilarimiz jackpot yo'lagida 67 ta damas uchun bellashuv olib borishadi. Agar u o'yinda 67 ta yutilmasa, undan keyingi o'yinga nechta bo'ladi? 77 ta bo'ladi. 87 ta, 97 ta mana shunday ko'payib ketaveradi. Ajab emas, sizlar mana shunday jackpotlarni yutib kelsanglar. Sog' bo'linglar, hammanglar bilan omad cho'da ko'rish nasib etsin. Ana endi buni bitta-bitta beramiz desak, yarim kunimiz o'tib ketadi. Shuning uchun biz buni medalga o'xshatib tayyorlab qo'ydik. Buni sababi ham bor. Omad cho'ni rekordchisiga aylandilar hozir Jalol aka. Sizlarning guvohliginglarda va guldiroz qarsaginglar sadosi ostida e'lon qilamiz, topshiramiz. Omad cho'y ko'rsatuvida 29 ta damas yutib kelgan yangi rekordchimizga avtomobillar kaltini topshiramiz. Marhamat aka. Qarsanglar bo'lsin Urgut. Hammamiz birgalikda tabriklaymiz. Sog' bo'linglar aka, muborak bo'lsin. Avtomobillaringiz faqatgina yaxshilik kunlarga, quvonchli kunlarga nasib etsin. Yurtdoshlarimizga niyatlaringiz tilaylarsiz, marhamat. Iloyim mana shu hammaga nasib etsin. Shu o'ynagan quruq qolmaykan, hammaga omad kulib boqsin. Hammaga omad kulib boqsin. Kim nima niyat qilgan, niyatiga yetsin. Mana men niyat qilib o'ynadim, mana shu niyatimga yetdim. Kim nima niyat qilsa yetsin hammaga omadiga. Sog' bo'linglar, rahmat hammanglarga. Azizlarim, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omad shu ijodkorlarni bizni yagona maqsadimiz bor. U ham bo'lsa O'zbekistonimizdagi har bir xonadonga bo'lmadi deganda bittadan avtomobil ulash. Ko'ryapsizlar, bir odamga 29 talab avtomobil beryapmiz. Qayerda bo'lgan unaqa holat? Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda menimcha bo'lmagan. Oranglarda biladiganlar bormi? Shuning uchun ishoninglar, yaxshi niyat qilinglar. Albatta sizlar bilan ham omad sho'da ko'rishamiz. Har bir borgan joyimizda qiladigan niyatimiz sizlar bilan xayrlashish yo'q. Yana ko'p bor. Samarqandda, Urgutda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
29 ta Damas, Samarqand, Urgut. Mana qanday? Omad Show sen o'yinida bugun bayram, rekord o'zgardi. Biz Samarqanddamiz. Assalomu alaykum Urgut. Urgutda bugun bayram, 29 ta Damas. O'rtoqlar, 29 ta Damas bitta yurtdoshimizga nasib etdi. Sizlarni ham qishlog'inglar Jaloliddin akamizga qarsanglar bo'lsin. Assalomu alaykum. Qani ayting, nima ish qilib qo'ydingiz? 29 ta Damas o'tib keldik. Rost ekanmi? Rost ekan. Xo'p, gapiring. O'sha kuni bordingiz. Bordim. Nechta Damas qo'yilgan edi? 86 ta Damas qo'ygan edi. 3 ga bo'lib berdingiz. 6 ta yo'lakda berdingiz. Mana menga Damas chiqdi 29 ta. Rahmat sizga. Nima qilasiz endi shuncha mashinani? Mana ullarimga beraman hamma. Avtosalon ochasizmi? Mana aytganman, niyat qilganman. Mana doktorxonaga beraman deb. Nimaga beraman, nazorat nima qilaman deb va'da. Qabristonga. Ha. Shuni va'da qilganman. Niyat qilgansiz. Niyat qilganman. Niyatingizga yetdingizmi? Yetdim. Necha yildan beri o'ynaysiz Omad Show? 3 yildan o'ynayman. Nima mahsulotlar olardingiz? Ko'proq ko'pisidan, ko'lachalardan olaydi. Oxirgi hafta nechta jo'natdingiz? 4 ta stiker. Mana 4 ta dona o'rtoqlar, 4 ta dona jo'natib, 29 ta Damas yutdilar. Sizlar ham yolg'onmi, rostmi deb o'tirmanglar. Bosib jo'natinglar. Bitta dona mahsulot jo'natib ham g'olib bo'lsa bo'ladi. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Mana 29 ta Damas yutdilar. Samarqandga keldik. Mana 29 ta Damas. Qarsanglar bo'lsin. Samarqand xalqiga, Urgutga, mana xalq qishlog'iga nimalar demoqchisiz bugun bayram? Mana shu Urgutga, Chag'izmon mahallasida hammaga omad tilayman. O'ynasin, yutsin. Omad kuni bo'lsin hammaga. Qanaqa chiqsin? Hammaga chiqsin. Butun O'zbekistonni ham salom yo'llayman. Hammaga omad. Omad shu rost ekanmi? O'ynasin, rost ekan. Mana men 29 ta Damas keldim. Mashhur bo'lib ketdingiz-a? Bir kunda mashhur bo'lib ketdilar, qaranglar. Xullas o'rtoqlar, mana o'zingizlar ko'rdinglar. Hurmatli Samarqand, Urgut. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Bemalol bosib jo'natinglar, havas qilinglar. Shu yigitga chiqibdi, bizga ham chiqsin deb SMS jo'natinglar. Omad kelsa, yana Samarqandga, Urgutga kelamiz. Qarsanglar. Xo'p, ana endi ruxsat bersanglar, 29 ta avtomobilning kalitini topshiramiz. Abdumali, keling. Bir qarsanglar bo'lsa, bir qarsanglar bormi? Qani? Samarqand, Urgut. Yo, tuzukroq qarsanglar bo'lsa bu. Abdumali. Akam, bo'yinlarga osib qo'y. Bo'yinlariga sig'maydi. Qo'llariga osib Bo'ldi, qo'yamiz. qo'llariga osib qo'y. Ko'tarsinlar mana. 29 ta Damas kalt. Qarsanglar bo'lsin. Qarsanglar! Yuqori ko'taring, hamma ko'rsin. Qarsang! Qani, qama. Birgalikda tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi gapimda bitta yetim kelgan. Xabaringiz bormi? Otasi yo'q, onasi yo'q. Bitta xotini bor. O'shanga ham bitta berasizmi yo'qmi? Beraveramiz. Yo, menga kerak emas. Rahmat. O'zingizga buyursin. 29 ta Damas o'zingizga buyursin. Yangam bilan qo'sha qaring. Yanga keling. Yangamga bitta qarsang chalib qo'yinglar. Mana. Ayollar yaxshi bo'lgani uchun 29 ta Damas. Mana hojon ham o'tiribdilar. Hojoniga bitta qarsang chalib qo'yinglar. Yanga mana keldingiz, ko'rdingiz.
Rost ekanmi gapiring. Yo'llarda edingiz shu kuni. Omad shu o'yini rost ekan. Hammalaringiz o'ynangizlar. Sizlarga ham mana shu Jahongirda omadiday omad kulib boqsin. Hammalaring yaxshi kunlaringizga ishlatingizlar. Rahmat Boturxon aka. Biz sizni juda ham ixlos bilan ko'rib, sizni telefon qilishingizni kutgan edik-da o'zi. Ana. Rahmat, qarsanglar bo'lsin, tabriklaymiz. Salomat bo'linglar. Aka 29 ta Damas, bu kichkina narsa emas. Mana 29 ta Damasni olib keldi. O'sha tantanali tarzda joylarda topshirdi. Mana 29 ta Damas, hozir uyingizga olib borib joylaymiz. Sig'adimi uyga? Hozir Joy bormi? joy katta. Bo'ldi. 29 ta Damas uyingizga olib boramiz. Uyingizda qoldiramiz. Qanaqa qilib taqsimlaysiz? Mana onaxon, mana yangam, o'zingiz bilib xohlasangiz avtosalon oching. Xohlaganingizcha ehson qiling, farqi yo'q. O'zingizga buyursin. 29 ta Damas muborak bo'lsin. Tabriklarga rahmat. Biz g'olibimizni tabriklaymiz. O'sha gap, uylarga boramiz, 29 ta Damas qoldiramiz, Toshkentga ketamiz. Sizlarga maslahat. Sizlar ham havas bilan ko'rgan bo'lsanglar, SMSlarni bosib jo'natinglar. Yolg'on yo'q. Mana Boturxon, mana 29 ta Damas. Ko'ryapsizlar. Onam, hech qanaqa yolg'on yo'q. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin. Xayr, Samarqand, Urgut. Azizlar, bu uylari, darvozaxonalari, ko'ryapsizlar, darvozaxonalariga bitta dona avtomobil sig'di, lekin 28 tasi hali ko'chada turibdi. Jalol akadan so'raylik, uni nima qiladi o'zi, qanaqa qilib joylaylar bu yerga? Onam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Nima qilib o'tiribsiz? Moshinlarni, Damazlarni, odamlarni sana. Onam, baraka toping. Farmon bibi bo'lib-a? Joningiz sog' bo'lsin. Nechtasi keldi onam? Nechtasi keldi? Hammasi keldimi? Kelyapti, orqasi ham bor. Bo'ldi. Sanab turing, adashib ketmang onam. Jalol akam qanilar? Bilmasam endi. Bo'ldi, Jalol aka. Jalol aka keling. Aka, mana darvozaxonangizga kirib ko'rdim. Hozir bitta dona mashina sig'ibdi. Lekin 28 tasi hali ko'chada. Qatga joylaysiz, nima qilasiz buni? Mana bu yerdan hovli darvoza ochganman, uyni ichiga kirgizib joylayman. Ha, bu tarafdan. Ha. Sig'adi. Hammasi sig'adi. Mana avtomobillarni ko'rib turibsizlar, asosiy qismi ko'chada qolib ketdi. Jalol aka, yo'qdan joy ochdim dedilar. Qani joy ko'raylikchi, sig'armikan? Marhamat, mana shu yerdan yo'l ochganman. Qani? Mana shu joymi? Mana shu yerdan mana shu hovlimga sig'adi. Xo'p, 1 gektar hovlingiz bor ekan, aka? Mana shu yerga sig'adi aka. Ha, joylashni boshladinglar. Ha, mana sizlar ko'rishinglar mumkin. Hovlilari juda ham katta ekan. 28 ta avtomobil bu yerga bemalol sig'adi. Mana joylashni boshlashibdi, birinchisini olib kirishibdi, aka. Sog' bo'ling. Joylaymiz aka. Siz bilan bizning o'rtamizda mehr oqibatdan boshqa hech narsa qolmadi. Rahmat. Avtomobillaringiz hammasini topshirdik. Sog' bo'ling aka, o'zingiz ehtiyot qiling. Sizlar ham hamisha sog' bo'lib yuringizlar. Nima niyat qilmasalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar. Omad shu mana shu o'yinchilari hammasiga, ishtirokchilarga, hammalariga sog'lik, salomatlik. Omadlarini bersin yana. Sog' bo'ling akajon, rahmat. Azizlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Omad shu insonlarni xursand qilishda davom etadi. Shu omashoni ko'ramiz xo'jayinim bilan, televizorda oldigacha boramiz. Yutdi deb, qaysi vaqt tayyorlik olib keldingizlar, shunchalik xursand bo'ldim. Ikkovimiz ham xuddi o'zimizga kelgandan xursand bo'ldik-da. Ana dedilar, shunchalik nima rost ekan, bizlarni ham yetkizsin dedilar. Yo'lib qo'yib bersalar, tutamiz degan niyat bor edi o'zimizda. Haqiqiy omad shu ekan. Mana ro'zg'orimizga ishlataylik, disko sharbatlarini, kofelarini. Xudoga behisob shukr. Mayli dedim. Baxtimizni sinaymiz. Baribir bitta bor barabanga dedim.
Yo'q, bitma. Baribir bizga beradilar bu telefon akam. Hamma yo'nalga bittadan men uni ko'raman-da, bilaman. Bittadan emas bor dedim. Barabarlarga ham qaradim. Hattoki haqiqiy o'yinda. Qaraganga nima sababdan qarang? Novodagi endi men qalloblik bormadi. Lekin qarab chiqdim aka. Qaragangmi? Yo'q, hech nima qalloblik yo'q. Meni kim eshitayotgan bo'lsa, shu odamlarga aytaman. O'ynashsin, omadlarini sinasin. Insonlarga yaxshilik qilishsin. Jalol degan o'g'lingiz Ha, milliarder bo'ldilar, eshitdingizmi? ha. Ha? Nechta mashina yutib olganlarini eshitdingizmi? Yetishmadimi sizga? Yo'q hali. O'g'lingiz 29 ta Damas yutib oldilar. Ha, 29 ta mashina yutib oldilar Jalol akam. ha. Tabriklaymiz. Nechinchi farzandlar Jalol akam? 4-chi. 4-o'g'lingiz Jalol akam. 2-chi, 3-chi. Ha. Ko'pligidan adashib ketdingiz-a, onam. Endi bularni nima qilayin endi? Sanamasam. Ha, boriga baraka onam. Shu ana shu. Riyos aka, Ha, aka. yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Kayfiyat qalay aka? Kayfiyat juda ham a'lo. Zo'rmi? Juda ham a'lo. Katta tayyor. Jalol akam uka bo'ladilar sizga. Jalol aka uka bo'ladi. Ha. Bizlar 4 o'g'il, 4 qizimiz bo'ladi onamizda. Siz ham omad sho'ga muxlislik qilib SMS yuborib turasizmi? Yuborib turamiz, o'g'illarim ham boradi. Men buni aql olimga tushunmasam, bir valo o'g'limning bitta telefoniga 54 00 SMS juda ham ko'p kelgan. O'zimiz ham tashlab turamiz, o'g'illar tashlab turadi. Demak, sizda ham oila a'zolaringizda ham ishonch bor. Ishonch bor, ishonch bor. Shu borishga ham nasib bo'lsa, yutamiz degan nima bilan bordik. Qalay omad shu? Omad shouga umuman g'irromlik, yolg'on, haqiqiy omad shou. Men endi bora olmay qolgan bilan televizordan hamma vaqt ko'rib turaman. Yurtdoshlarimiz ko'rib turishibdi sizni. Omad hammasiga ishonsin. Rost, haqiqiy rost o'yin ekan, ishonch bor ekan, omad tilayman. Kimki o'ynasa yutadi. Yutadi. Bugun bo'lmasa, erta bo'lmasa, keyin nada yutadi. Ishonch bor. Hasan aka, hormang endi. Baraka toping. Charchamayapsizmi? Asta-asta. Menga qarang, o'sha kuni omad sho'ga bordingiz. Men sizni Jalol akani ukasi deb o'yladim. Aslida qo'shnilar ekansiz. Ha. Yon qo'shni, jon qo'shni. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Jalol aka, omad sho'ga ketayotganlarini qayerdan eshitdingiz? Kim aytdi sizga? Telefon qaytdilar. Birga boramiz qo'shni deb. Ha. Ikkov birga boraylik. Bar qo'shni birinchi o'ringa nima qiladi dedilar. Xo'p deb bordik. Qo'shilib. Telefon qilgan paytlari ishondingizmi? Ishondik. Darrovmi? Yo'q, o'liniga ishonmadik. Ha, shuni ayting. Endi har xil telefonlar bo'ladi deb ishonmadik o'liniga. Ha. Keyin omad sho'ga borgandan Omad shouga borgandan keyin, o'zimiz ko'rgandan keyin borib ishondik. Namozlarni ko'rgandan keyin borib shaqa borib ishondik. Endi ko'pchilik aytayapti, hozir borganlardan biz sezgandek deyishyapti-da. Sizga ham shunday hissiyot bo'ldimi yo'qmi sizda ham? Ya hissiyot bo'ldi. Hissiyot bo'ldi. Baribir Xudoyim to'la sezdir ekan. Sezdir ekan. Xalqqa osh beramiz ertaga. Nasib bo'lsa. Siz ham o'ynayapsizmi? O'ynab turibman. Ha? O'ynab turibman. Xudo xolasa, o'ynab kelamiz biz. Xudo xolasa yana tez orada mahallaning nomi nima edi? Chag'izmon. Chag'izmon mahallasiga yana kelaylikda. Shunaqangi dasturxon atrofida sabzi to'g'rab o'tirib, shunaqa yaxshi niyat bilan qilishlik nasib etsin. Va albatta homiylarimiz ertaga mahsulotlarni SMS qilib yuborish kerak, mahsulotlarni yeb ichish kerak bo'ldi. Ajab emas, tez orada sizlar bilan ham ko'rishsak. Akalar sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Sog' Nechta bo'lsin, niyatingiz? Yo, niyatim yo'q, o'zlariga nasib qilsin. Nega noto'g'ri tushunyapsiz? Uyingiz borsiz, yutsangiz deyapman. Mana damaslar sizga berishmaydi. Bizga ham Alloh nasib qilgan bo'lsa, bizga ham Xudo xohlasa, nasib qilgan bo'lsa, buyurganini olib kelaylik. O'ynayapsizlarmi? Nasib bo'lsa. SMS yuboryapsizlarmi? Yuboryapmiz. Xudo xolasa. Sizlar ham omad sho'ga boringlar. Mana shu yerga Jalol akani xonadoniga yaxshi niyat qilib kelgan hamma omad sho'ga borib avtomobil yutkazsin, niyatim yoqqan bo'lsa qarsak chalib qo'yasizlar. Rahmat sizlarga ham ishlaringizga rivoj. Sog' bo'linglar, Siz ham sog' rahmat. salomat.
Yutuqlaringlar yana bir bor muborak Ha, bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Sizlarni yana omad yo'lida kutamiz. Sizlarni ota-onalaringga ham rahmat. Shunday yaxshi o'g'illarni dunyoga keltirgan onalaringizga ham rahmat. Meni ham ullarim sizlardagina qishloqda o'g'li bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Botirxon akamga ham rahmat. Chag'izmon ahliga ham rahmat. Hamma xursand, hamma tilak tiladi. Yana SMS yuboryapsizmi? Shu Toshkentga boryapman, 4 dona SMS qayladi. Toshkentdan ham SMS yubordi. Demak, yana chiqish niyatingiz bor. Yana nasib bo'lsa Xudo ta'ala. Yana chiqib qolsangiz nechta nega? Alloh bergani aka. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammani topgani to'y tomosha yaxshi kunlar bo'lsin. Iloyim, hammalaring sog' salomatgina yuringlar.